شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki darslerimizde Sure Baqaraning 43-44 oyatni o'qib oxirlashgan top. Bugungi darsimiz inshaalloh 45-oyatdan davom qiladi. Yani ilgirki oyatlerde Allah subhanahu wa ta'ala imanның namuna xarakterlik bo'ladiganligi, da'vatning namuna xarakterlik bo'ladiganligi haqida mazmunlarni so'zlab o'tgan. Uning ilgirki mazmunlar hammalarning esida bo'lsa kerak. Yahudilarga xitob qilib, kelib o'tib, Yahudilarda ko'rilgan eng chong masalaning birisi o'zi degan gapni amaliyotida qilmaslik, ya'ni amaliyotida yo'q gaplarni deyish, ya'ni ichi bilan tishining o'xshamasligi, so'zi bilan amaliyotning o'xshamasligi qatorliq yomon bir axloq. İnachar bir sifatni o'tirib qo'yib o'tgan. Ham da'vatchilarningki prinsiplarini bu nuqtaga yig'inchoqlagan. Da'vatchining utuqliq bo'lishi, unumli bo'lishi bu nuqtada aks etadi deb shu yerdan o'tgan to'q. Endi bugungi darsimizda yana şu Yahudilar qilgan xitobining oxirisi tugugini yo'q. Yahudilar qilgan xitobininki shunga munosabatlik mazmunlar. Bir gapni alohida eskartib qo'yay. Biz darsning 5-yildan davatimiz Allah Adem alayhisolamni yaratish vaqalik malaikalar bilan bo'lgan o'tirdagi dialog, malaikalarning Adem alayhisolamga sajda qilish, ondan keyin iblis bilan shayton bilan Adem alayhisolamning o'tirdagi yuz bergan surkilishlar, Adem alayhisolamning gunoh ma'siyatga tushishi, jannatdan chiqarilishi, zamonga iblis bilan birga tushirilishi, ondan keyin Yahudilarning masalasi hammasi bizga bir narsalarni da'vatidi. Bu yerda mayli Adem alayhisolamning masalasini so'zlasin yoki Yahudilarning masalasini so'zlasin, oxirgi nishon, oxirgi maqsad bizga bir narsalarni da'vatidi Qur'on. Adem alayhisolamning vaqasini bir narsalarni da'vatidi. Har darsda o'z o'rnida buni biz imkoniyatning yetishicha chiqarishga, ifodalashga kuchab kelyapmiz. Mush Yahudilarningki vaqalikidanmi va Yahudilar qilingan xitobdanmi bizlarga bir narsani da'vatidi. Biz bu yana imkoniyatning boricha chiqarishga tirishyapmiz. Ilgirki darslardagi da'vatchilarga qaratilgan da'vat manhaji, da'vat axloqiga munosabatlik emas. Shu bugungi darsdagi oyatmi, ya'ni shu. Oyatning o'zi vasta'inu bis-sabr was-salat va innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Oyatning mazmuni to'g'ri. Ilgirki mazmunlarga ko'ra Yahudilarga qaratilgan, Yahudilar deyilayotganda qilsimi, yoki ma'lum bir kichik doirani ko'z tutib deyilayotganda qilinsimi, amaliyotda bizni umumiy jihatdan yetaklayotdi. Ya'ni da'vatudiki sizlar sabri va namoz bilan ishlaringlarni davom qilinglar. Ishlaringlarda mushu orqali foydalanib davomlashtiringlar, yordam talab qilinglar degandek mazmun. Ya'ni nima demoqchi desa, musulmonlar avval zamondan ta bugunga qadar egiz-pas holatda, ba'zida nopuz egisi, nopuz sahibi, kuch egisi, huquq egisi, ba'zida başqalar tarafından zulüm uçurayotgan bu şekilde bo'ladi. Ya'ni musulmonlarning hayotida ba'zi har xil egizpas musibatlar, krizislar yuz berib turadi. Bu bir sinoq dunyosi, bu bir qonuniyat dunyodagi. Endi musulmonlarning beshiga ashta sinoq, musibat, krizis kelgan vaqtida kichigidan cho'ng'igacha
aqallisi iymonning oddiy talablarini o'rindash jarayonida kelgan musibat mashaqqatlar bilan bir millat xarakterlik kelgan cho'ng musibat mashaqqatlar olsun, cho'ng kichik har qanday musibat mashaqqat krizislarni hal qilib o'tishning ikki vositasi bor deydi. Birisi bardoshlik qilish oxirigacha. Vasta'inu bis-sabrdagi sabri bardoshlik qilishni ko'rsatadi. Oxirigacha ching turishni ko'rsatadi. Bel quvvatmaslikni ko'rsatadi, chekinmaslikni ko'rsatadi. Bu bir vosita. Yana bir vosita vas-salat. Namaz orqali. Bu nima demak desa? Ya'ni Alloh bilan bo'lgan munosabatni uzib o'tmaslik. Alloh bilan bo'lgan munosabatni uzib o'tmaslikninki eng cho'ng vositasi namoz. Bu nuqtani dushmanlar bak obdan tushundigan bo'lg'achqa musulmonlarga ikki xil besim ishlatishni o'ylaydi dushmanlar ko'p hollarda. Birisi musulmonlarni ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan sundirishning oldida, moddiy jihatdan sundirishning oldida ruhiy jihatdan sundirib tan og'zish, reallikni qabul qildirish. Bundan endi bizning ahvolimiz shuken, bundan burni ortiq qilmaydigan o'xshaymiz. Biz mushuni bilan bo'ldi qilsa qildigan o'xshaydi deb bir kishilik odam sifatida yashash iddiasiga ekilish dushmanning birinchi vazifasi, ham qo'llanayotgan vositasi. Qur'on bunga qarshi aytadiki, "Vasta'inu bis-sabr", ya'ni oxirgacha bardoshlik qilish, bu musibatlardan halqab o'tish, krizislardan atlab o'tishning vositasi. Ikkinchisi, dushmanning qilayotganimiz shu hayotimizdek, musulmonlarni o'zining dinidan, madaniyatidan, ya'ni o'zining Robb bilan bo'lgan aloqasini ojizlatib uzib o'tish. Qur'on nima deydi? Vas-salat. Ya'ni bizning ishlarimizda qo'llanadigan eng cho'ng vosita, utuq qozonishning eng cho'ng vositasi, krizislardan atlab o'tishning eng cho'ng vositasi Alloh bilan bo'lgan munosabatni ulash. Buning eng cho'ng yorqin namoyandasi namoz. Shuningga her zamanki düşmanlarninki musulmonlarga bo'lgan düşmanligininki eng cho'ng yorqin ifodasi musulmonlarning namozni to'sish. Payg'ambar alayhisolamning davridan tortib ta bugunga qadar namoz o'qiydigan doirlarni torlatish, namoz o'qish imkoniyatini ozlatish, namoz ifodasini jamiyatda ifodalab turadigan ko'rinishlarni, shuarlarni yo'qotish. Şu Qur'oni Karimda g'alaba qilishning yo'lini ikki davatgan bo'lsa, dushmanlarmi bizdagi dalmosh ikki nuqtaga hujum qilyapti. Ya'ni birisi bardoshlik, birish ruhini yo'qotish, dushmanlarning tutayotgan bo'lsa, yana birisi bizdagi Alloh bilan bo'lgan aloqamizning imkoniyat darsini tarlatib oxirida uzib o'tish. Va innaha lakabiratun illa alal khashiin. Bu ahvol yuqoridagi oxirgacha bardoshlik berish, Alloh bilan bo'lgan munosabatni bog'lash orqali o'zining ishlarini epmangish, haqiqiy Allohni qo'rqadigan, Allohni to'nuydigan kishilardan boshqalarga bek buyuk, bek ig'ir keladigan ish bo'lmaydi deydi. Bu bugun o'qimoqchi bo'lgan 45-oyatning qisqacha mazmuni bu. Abdur rahimahulloh oyatni to'ndagidek tafsir qiladi, kitob qaraylik. Alloh subhanahu va taolo iymonning namuna ekanligini bizga bayon qilib bo'lgandan keyin va bizni Tavrotning yahudiylardan Muhammad alayhi salatu vasallamga iymon etishini talab qiladiganligiga bizning diqqatimizni tortib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bizning ishlarimizda sabr va salat bilan, sabr degani bardoshlik berish, chidash, oxirgacha davom qilish va namoz bilan ishlarimizda mushundan foydalanish. Mushuni bilan ishlarimizni oxirgacha qilishni Alloh bizdan talab qilyapti. Bu yerdagi sabr bilan ish tutish, sabrdan foydalanish deganning ma'nosi cho'qim zo'r hodisalar yuz beradi. Krizislar keladi. Bu masala oddiy oson bo'lmaydi. Tirishchanlikqa ehtiyojli. Bu yerdagi sabr degani bizni alayda askar tiplish to'g'ri bir nuqta. Bizning Uyg'ur tilidamiz sabr bor. Arab tilidamiz sabr bor. Bu nuqtadan ko'pincha qarindoshlarimiz arabchadagi mushu sabr ifodasini ko'p hollarda Uyg'urchadagi sabrga olib qoladi. To'g'ri, uning tushadigan yeri bor. Ammo mayada Uyg'urchadagi sabr qilish emas. Uyg'urchadagi sabr qilishning ifodasi boshqa. Bu yerda bardoshlik berish, chidash, oxirgacha bel quvvatmaslikni ko'rsatadi bu yerdagi sabri. Ya'ni Abdurdavotdagi sabr deganning ma'nosi odam o'zini qiyin ishlarga
chidash deydi. Qiyin ishlarga majburlash, qiyin ishlarni qilish da'vatıdır. Yani Yahudilar Allah'ın ayetlerine azgını pul bedelligi setib etishga odatlangan bo'lsa, chunki u sodni ta'tir qilganda alıdığını birdig'ini olgan. Yani Allah'ın ayetlerini dünyanın mal mülkleriga pul qilib etib, bu ayetlerinin bedeliga o'zining huzur halovatlarini setib olgan bo'lsa, buna qilganlik uchun mushtaq qilgan deydi bular. Yani bular jazoni odatlangan, undan boshqa harom vositalarga odatlangan bo'lsa, endi buningdan, bu ishlardan iymonga qaytish uchun, yani iymon yo'liga qaytmoqchi bo'lgan vaqtda bular bardoshlik qilish, chidamchanlikqa ehtiyojli, buningdan foydalanish kerak deyapti. Gerçi Yahudilarning bu ahvoliga qarata deyilayotgan gap bo'lsa-mu, bizning bugungi kunimizga intayin mos keladigan gap yana. Biz bugun intayin foydalanadigan bir nuqta bu. Yani bizning ruhimizni sundur etmaslik, ruhimizni yo'qolmaslik, bardoshlik qilish oxirigacha. Yuqori deganimizdek, masala qanaqdir Yahudilar haqida bo'layotgan masala emas. Sababning umumiyligi bizni o'z ichiga oladi, ya'ni bu yerdagi oyatning umumiyligi. Bu oyat hammalarga qaratilayotgan oyat. Ya'ni har mu'min iymon manhijiga kiradigan, iymon yo'liga kirgan har mu'min o'zini bu yo'ldagi mashaqqat, bu yo'ldagi buyrumalarga berish uchun, ko'tirish uchun sabrga ehtiyojli. Ya'ni bardoshlik qilishga muhtoj. O'zini Alloh harom qilgan havaslardan cheklash uchun belching olmaydi. Bardoshlik qilishga muhtoj. Oyat karimidagi sabrni ba'zi ulamolar ro'za deb tafsir qiladi. Alloh subhanahu va taoloni bular och qilishga, anikin ochlikning elimiga sabr qilishga buyurgandek bir ma'no chiqadi vaqtida. Her halde imanның ve namazның japa mushaqqati biz yuqori degandek, bu Alloh qo'ygan bizning xorliq, bo'ysunush ve tüvellik ifademiz, bir narsa emas. Bu iman japası, imanның japalarına, bu yolning japasıga chidash, namazning japasıga chidash Yahudilarning yoki boshqalarning mutakabbirligini tugutadi. Ya'ni Yahudilarning olimlaridan hech kimga tushib boqmagan bir dinga iman aytishmi? Ash dinga mi kirimizmi? Arablar emdiligi şu vaqtning o'zida Yahudilarning nazarida bir tuvan bir xalq, o'qimagan, nadan, qaloq bir odamda. Yahudilar haqiqiy o'zining kitobiga iymon etgan bo'lsa, tamam, Alloh kimni tanlagan bo'lsa biz ergishimiz deydi. Asli iymonning kuchi bu. Ammo bu yerda pek ig'irkilik bu ahvol. Mushu Arablardan kelgan odamga iymon aytamizmi deydigan bir xil so'ngakma, bu yanning so'ngaki bularni iymon etqilib qo'ymaydi. Buningga ish ketadi. Bular chidab iymon etish kerak buningga. Bu nuqtadan davatgan gapda va innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ama bu nayeti cho'ng ish bu. Bu qilinmaydigan qadam buni. Bu xil sabrni qilinmaydigan qadam illaki xashiyalar davatdi. Xashiyalar, ya'ni Alloh haqiqiy bo'ysunganlar buni qila oladi. Allah vasta'inu bis-sabr va salat degan oyat karimada ikki narsadan bu yo'lda foydalanishni talab qilyapti bizdan. Ikki narsa orqali bu yo'ldagi g'alaba utuqni qo'lga keltirishni talab qilyapti. Birisi as-sabr, oyatimiz tushundik sabrning ekanligini. Yana birisi namaz, salat. Oyatning umumiy siyoqi, oyatning bayon shakli bunda bir deyilishni taqozo qiladi. Oyatning shakliga qarab, bu yerda arabcha o'qiydiganlar biladi buni. Avval vasta'inu bis-sabri was-salat. Ikki narsa bor. Sabri was-salat. Deb bo'lib, undan keyin kelgan jumlada yuqoriga ishorat qilib va innaha deb ishorat qilyapti. Oldida ikki narsa qilingan bo'lg'achqa asli normal oyatning bayoni va innahum ma deyish kerak. Ikkilik shaklda almash keltirish kerak. Lekin Qur'on va innaha deb hozimir, ya'ni arab til o'qig'anlar biladi dedim ya, birlik shakldagi almash keltirishida maqsad nima desa, mayli namoz olsun, mayli sabr olsun, bir. Yani ikkisi birlam narsa. Qanaqdir bu yerda namoz yoki sabr emas. Ikkisi bir narsa, birisidan ajrisi bo'lmaydigan narsa. Mush ikkisi birlashgan vaqtida namoz Alloh bilan bo'lgan munosabatning ifodasi. Sabr, bardoshlik berishning ifodasi bu yerda. Zot bir odamda oxirgacha bardoshlik berish bo'lmaganida, u odam har qancha namoz o'qisin. Yoki bir odam oxirgi bardoshlik badamda qaymoqlik ko'rsatgan bo'lsin, u odamning Alloh bilan bo'lgan aloqasi uzilsin. Ya'ni namoz o'qimaydigan, Alloh bilan dindan aloqasi yo'q odam bo'lsin, bu odamning Alloh ko'zlagan qalbiga yetishini notoyin. Ikkisi bir narsaga aynish kerak. Ya'ni biz deymizki,
Özara birisi-birisiga kirishib ketgan ikki ish kelgan vaqtida ish shu ikki ish bilan oxirga chiqadi, o'z yo'liga kiradi. Ondan keyin ikkisi bir hal qilish chorasi. Garchi ish ikki bo'lsa-mu, bir hal qilish chorasi. Shu Allah Qur'oni Karimda ifodada va innaha deb ikkisiga bir ifoda qo'llanadi. Bu ahvol boshqa oyatlardan bor. Masalan, bir oyat var. Sura Tövbe'nin 62. ayetida yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu ve rasuluhu ahaqqu en yurduhu in kanu mu'minin. Ayette Allah ve Allah'ın Resulüne razı kılış hakkında gap buluvatıdı. Ayetten ifadesini qarasanglar wallahu ve rasuluhu deb ikki söz var. Wallahu ve rasuluhu. Ahir kelsanglar ahaqqu en yurduhu deb hu almaş keltirilgülük. Hu almışı Arap tilida bir narsani ko'rsatadi. Ammo ilgir tilg'ilingan jumlaning ikki qismi ikki. Nima uchun ikki narsaga, ikki so'zga birlik ifodasi qo'llandi desa, ikkisi birga hisob. Ya'ni rozi qilish nuqtasida Ani razı qilib, mani razı qilmaydigan, Allohni razı qilib, Resulullahni razı qilmaydigan, Resulullahni razı qilib, Allohni razı qilmaydigan ish olmaydi. Allah razı, Resulullah razı. Resulullah razı, Allah razı. İkisi bir ifoda degandek hukmni ifodalamoqchi. Ya'ni yurduhu dedi, yurduhuma demedi bu yerda. Bunu tushundirish ilgik va innahadagi tushuntirishning o'zi ayni shu. Ya'ni Allah'ın başka, Resulullah'ın başka hak olmaydı. Allah'ın Resulü bir hak üstüde. Yani hak ada kılışta ikisinin hakkı bir. İkisinin davatkan Allah buyruğunu, Resulullah'ın buyruğunu bir nase demekçi. Yani bir ayette mi şu? وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Sure Cüme'de Müslümanların ki ticaret ya ki oyun tamaşanı köyse sizin taşlap koyup kitip kalıdı diye yerde infaddu ileyha aş ticaretten oyun tamaşa işki işqa birlik zemin keltirildi. Nima işqa? Maqsad shuki namazdan to'silgan narsa, mayli tijorat bo'lsin, o'xshash, oyun tamaşa bo'lsin, o'xshash, yana birisi bo'lsin, o'xshashlam namazdan to'sqichi bir narsa deb muomala qilinadi degandek bir ifoda chiqadi bu yerdan. Ya'ni aslisi infaddu ilayhima deyilish kerak, lekin tijorat mayli oyun tamaşa ishkilisi mu'minlarni ibadet zikirden tosuşun ibaret bir işki tevel işkilisi. Doğan ki mişedin alıdığı ifademiz yana başka her kandak iş namazın tosun bunun tehtiki dahil diyen yok. Hem özümüzden gibi keleyli biz esnadi ki tavatkan vesta'inu bis sabri ve salat yapılıp Allah ve inneha deb birlik şekilde almaş keltirgen mişedin çıkan gap. Yani namaz, sabrı, galbi qilishninki bir amil işkisi. İşkisi işki amil emas. İşkisi bir amil diyen noktaga kelgandik. Vesta'inu bis-sabr was-salat. Yani çünkü bu yerdeki meseleni hal qilish namoz bilan birga bo'lgan sabrda. Namoz bilan birga bo'lgan sabrda. Sabr bu bir cho'ng ish bu. O'zimizni bir ishlarga chiditish, sabr qildirish degan gap bu. Namozning bu ikkisi inson hayot ritmini oladi, bu ikkisi o'zgartiradigan narsalar bu. Sabr bilan namoz inson hayot ritmini o'zgartiradigan bir narsa. Bu yerda sabr bizdan talab qilinmayotdi. Nimishqa dunyoning nozu ne'matlari va dunyoninki zinatlaridan chekiladigan ishlarga sabr. O'ylab boqayli, agar biz o'zimizning mengayotgan mushu yo'lni demasak, bugungidek jafo mushaqqatni tatmaymiz. Bugungidek jafo mushaqqatni qilib qilishimiz mushu yo'lning ishi. Biz bu jafo mushaqqatni mushu yo'l tufaylidan ustimizga elyapmiz. Bu yerda bir chidamchanlik ketadi. Bu yo'lning bedeli va yo'l. Chunki buning mukofotimi odatdagi mukofot emas. Tabiiyki to'laydigan bedelimizmi odatdagi bo'lmasligi kerak. Biz buni sabr qilamiz. Chidaymiz, yana oxirigacha ma'lummiz. Inshaalloh Allohning izni bilan. Bu yerdagi sabr shu demak shu. Namoz Alloh bilan bo'lgan aloqa nafsdagi mutakabbirlikka qarshi turadi. Demak, xuddi bu yerda ikkisini bir ifodalayotgani, namoz bilan sabrni akilib bir xil ko'rsatish yoki kishilik almash bilan ko'rsatib, unga ishorat qilib, ikkisini bir ifodalayotgani iymon sifati insonda bo'ladigan parchalanmaydigan. Ya'ni sabr namozsiz bo'lmaydi, namoz sabrsiz bo'lmaydi, sabrsiz mukammal bo'lmaydi degandek bir xil ifoda chiqadi bu o'rindan.
Tamam, gep ütük deyli. Ondan Allah'ın bizden talep kılıvatkan nersi yolunu davamlaştırış, yoki ahırga çıkışın iki xil nersi oldu. İkisi bir gevdleşken iki xil nersi. Birisi sabır, yani birisi namaz. Allah ile boğan münasebetimizni çemberçesi bağlaş oldu. Depulup ayetinin ahırda ve inneha lekebiratun illa alal khashiin. Bu iş pek çoğun iş. Bunu bulamayacak kadem. İlla ki kimler bulalaydı? Haşi'le. Aşağıd Allah haşi degan bir ibarani işletti. Biz normal Uyg'urcha tercüme qilgan vaqtimizda haşi degan qo'rquvchi, Allohga o'zini otquchi degandek bir ma'noda. Abdur Baqir to'xtalib, xushu'ning, ya'ni haşi'ning ma'nosi nima bo'lsa, xushu' deganimiz da'at olasiz, sening ustingda deb qaraydigan odamga bo'ysunish. Masalan, mening bir boshliqim bor, insonlar o'tirisidagi munosabatni da'vatman-ku. Başlıqam mening hamma ishlarimni o'rinlashtirdi hamda idorada ishlayman yoki shirkatda ishlayman. Meni buyuradigan bir ustimda bir odam bor. Men buning butun buyruqlariga bo'ysunaman. Mushuni o'zi xudo oludi. Bu normal insonlar orasidagi. Kishilar masalan qimmat qarash, talantda farqliq. Har bir odam o'zining ustunligi, o'ziga berilgan talantlar bilan boshqalarga farq qilmoqchi bo'ladi. Masalan, men palandin yaxshi, sen pukundan yaxshi degandek. İnson balkim o'zining o'zidagi ne'matlar bilan mutakabbirlik qilishi mumkin. Lekin qanday bo'lsa, o'zini tuadagi mutakabbirlik qilgan bilan inson o'zining ehtiyoji bor. Ya'ni o'zining ehtiyoji tushgan odamga bo'ysunadi. Mening birovga ehtiyojim bor. Men unga bo'ysunaman. Chunki shunday yo'qonlik qilib qo'ysam, uni ma dunyoda jafo qilib qo'ydim. Mening ustimdagi odamda u. Almishal Alloh subhanahu va taolo kishilarga nurg'un umumiy iqtidorlarni, talantlarni bergan. Umumyüzlük bir xil bo'ysunishni, o'zaro bir-biriga bo'ysunadigan bir ahvolni bergan. Inson, oramizdagi inson har bir-biriga ehtiyojli. Mana bu umumiy insonlarning orasidagi bir o'zaro bir-biriga bo'ysunish. Ammo ma'volatga insonning masalasi. Ya'ni har inson boshqalar, bir inson alohida ixtiyori bor degan gap, boshqalar qilolmaydigan bir ishdan alohida farqlanib tursa, bu odam boshqalardan alohida farqlangan bo'ladi. Bu umumyüzlük bir talant deb ataladi. Ma insonlar orasida bo'lgan ahvol, mushun o'zini o'zaro bir-biriga bo'ysunish chiqadi. Hamda Allohga nisbatan belki bo'ysunish nima desa, yaratgan, bergan, yo'qdan bor qilgan zotga qana qilish bo'ysunish. Ma Allohga nisbatan ishlatilmoq. Ya'ni ikki xil ibora bor. Birisi xudu, yana birisi xushu'. Xushu deganimiz shu boshqa narsa emas. Ya'ni o'zimizdan yuqori, bizni yaratgan, yo'qdan paydo qilgan zotga qana qilish, mutlaq bo'ysunishni xushu deymiz. Va innaha lakabiratun illa alal khashi'indagi khashi'in dal shu xildagi odam. Ya'ni Allohdan mutlaq qo'rqadigan, Allohga bo'ysunadigan odamlar qila oladi buni demoqchi. Xushu, ya'ni Allohga bo'ysunish, Allohdan qo'rqish insonga Allah'ның haqning büyüklükini eslatadi. Büyüklükini eslatadi. Allah subhanahu va taoloning oldidagi o'zining qimmatning yo'qolib ketganligini bildirdi. Biz kim o Allah'ның oldida? Buni bildirdi insonga. Bu koinotning yaratquchining oldidagi o'zining ojizligini bildirdi insonga. Ve o'zidagi bütün imkoniyat, bütün ne'matlarninki Allah onu bir minut ichida aktalaydiganligini ko'z oldiga keltirib bildirdi buni insonga. Agar inson Allohdan qo'rqsa, bu nuqtalarni eslayoladi. Buna deyishimizning sababi chunki biz o'zgarishchan dunyoda yashayapmiz. Ko'ryapmiz minut sekundlarda dunyoning o'zgarib, bugungi podshohning atisi jinoyatkor bo'lib qolgani. Bugungi g'anining, boyning atisi qul bo'lib qolganligini ko'ryapmiz ma dunyoda. Şunlaşqa özgərməydiğən zatqa boysunuşumuz gerek. Onun itaat qilishimiz gerek. Bu bir. İnsonga yuz beradigan har ish, chunki insonga yuz beradigan har ish Alloh tarafidan keladi, o'z tarafidan emas. Bizda bo'layotgan o'zgarishlarning hammasi Alloh tarafidan keladi. Endi sabab noqtasidan, sababning bog'liq bilan, vositalarning bog'liq bilan mag'rurlik odamligi bizda. Masalan, deymiz-ku, "Voy, men degan bunda qivatdim, men degan anda ixtiyorlik adam, yoki bunda imkoniyatim bor, bunda huquqim bor, kim olalaydi mening qo'limdan, men ishlab topdim" deydigan bir xil mag'rurlik odamlar bo'ladi. Bu odamlarga deydiganimiz sizlarga shu imkoniyatni bergan, shu vositalarni sizlarga bergan, yaratgan zotga ibodat qilib shunga bo'ysuninglar deymiz ularga. Bu bir nasihat. Chunki sizlarning qilayotgan vositalaringlar, sabablaringlar o'z oldiga ishlamaydi. Siz o'qib, ügünüp, ya ticaret qilib, ya hüner kesip qilib topdim bu pulni deyishingiz mumkin. O'zingizdan ixtiyoridan chiqdim men bu maqomga deyishingiz mumkin. Ammo oldidagi bütün sizga bergan imkoniyat sabablarning hammasini Alloh sizga bergan.
Allah sizga bermaganda siz o imkoniyatlarga erişemeysiz. O faqat sizning qatqanınız bir sebep dünyanın qanuniyet noktasıdır. Ama siz aş dünyanın qanuniyet olan sebepnin yaratqusu varlığını unutmaslıqınız gerek. Allah subhanahu wa taala küllerini alınışıp turduğan qılğan. Muşu noktadan insan mutkebbirleşip ketmesinde dünyada mutlak hakim olmaydı. Dünyada mutlak bay olmaydı. Dünyada mutlak qalbi qoğucu olmaydı. Yani kişiler arasında almışıp turdu bu dünya. İnsan bugün özünün küçük kuvveti bilen faxr qilishi mumkin. Onun küçükroq odam kelib uni mag'lub qilishi mumkin. İnsan özünün mal-mulki bilen faxr qilishi mumkin. Bu mal minut ichida zayi bo'lib ketishi mumkin. Qur'oni Karimda Sura Al-Imronning 140-oyatida Alloh da'vat ediyor. "İyyamsaskum qarhun faqat massal qawma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas." Biz küllerini kişiler arasında almashtırıp turumuz da'vat ediyor. Bugün bana, ertesi sana. Bugün mende, ertesi sende. Bu dünyanın kanunuydu, dünyadaki Allah'ın kanunuydu. Şunlaşqa biz şu noktadan düşünüşümüz gerek ki, ma'lum vasıtlarga tayinip öğriligen insan, vaqt keladi, vasıta onunla hiç menfaat veremeydi. İnsan özünün küzüde yoki başkalarının küzüde her mükemmellik derecesiga yetgan vaqtida o özgü mağrurlanadi. Voy biz degan kim o deb. Biz onu deymiz ki sen üzerindeki mükemmellik bilen mağrurlanma. Mükemmellik hazır sende bağ olsa eti özgürüşü mümkün. Sen şu mükemmellikni bergen Allah'a boysun. Sende huşu olsun. Del mu şu huşu. Huşu boysunuş. Nimetlerini eslaş bütün Allah için bolsun. Başka için bolmasın deymiz onumuz. Allah subhanahu wa taala yine bir gün ayet deydi. Ve inneha lekebiratun. Nimet, bala musibet, muş ahvallarının hemmisi de Allah'a yüzleneliş, Allah'a qaytish hakikaten de haşiqlağılan nisb bulduğun pek çoğun iş bu. Başkalar kılanmaydı bunu davatıdı. Yani bir yerdeki haşi degen kim o? Allah'a itaat kıldık Allah davatımız. Allah'ın haramlarını çekleydik Allah, çekildik Allah davatımız. Yani üzünün içki dünyasında bütün işinin Allah'ın ilgili ikenliki, başka kuşunun emes ikenlikini cezim kılıp durduğun. Bunda bir adam ki qazo qadarlarga sabr qiladi bu adam bu noktadan. Şunu bilan o'zini yaratgan, mush koinotni yaratgan zotga bo'ysunadi. Bo'layotgan musibatlar, kelayotgan qiyinchiliklarning igisining xabarida borligini, igisi bilib turadiganligini, o ishlarning kontrolligining Alloh ekanligini bilib Allohga bo'ysunadi. Bu noktadan bular qalbi qilalaydi inshaalloh. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu xil kişiler, yani yukarı ayet tilgınıgan haşiqlar. Yani Allah'tan korkuduğanlık qanaq adamlar dese, bular Rabbiga uçuruşduğanlığı işenci kılıdı bularının. İşenci var bularınki. Ve Rabbi tarafıga qaytıdığanlığı işenci kılıdı bular. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ilgirki ayetlerde çidamçallık ve namazınki kalbini Allah'a tapşağan, qalbidan Allah'tan qo'rqqan kishilarga ham buladiganligi, qolganlarga cho'ng keladiganligi, qilinmaydiganligi, buni bulanmaydiganligini bayon qilib bo'lgandan keyin bizga endi masalan qalbini Allohga topshirib, Allohga muhabbat bilan, iymon bilan, qiziqish bilan keladigan kishilar ham yuqoridagi sabr, salat bu ikki xil qalbining vasitasiga erişalaydiganligini bayon qilib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga xoshilarning kim ekanligini, Allohdan haqiqiy qo'rqadiganlarning kim ekanligini bildirib qo'ymoqchi bo'lib davotida allazina yazunnuna annahum mulaqu robbihim. Robbiga uçuruşuduğanlığı, Rabbi tarafıga qaytıdığanlığıga işenç qildigan odamlar deydi. Ana bu oyatda mana bir gap bor. Arab tiliga munosabatlik sal ortiq gaplar bor. Arabcha o'qigan qarindoshlarimizdan boshqa qarindoshlar balki bu noktada salaliq masala bo'lib qolishi mumkin. Har holda deb o'tmasak bo'lmaydi. Ma oyatda ishlatgan, qo'llangan iborada yazunnuna da bir iborat bor. Arapçada zanna yazunnuni normal tercüme qilishda biz gumon qildi deb tercüme qilamiz, yani o'yladi deb tercüme qilamiz. Abdurum mushaxsal to'xtaladi, ammo men oyatni sizlarga tercüme qilgan vaqtda ishonch qildi deb tercüme qilib qo'ydim. Bu nima ish bu desa, zan degan nima mush o'rinda da Abdur bir savol qo'ydi. Zan mush oyatda tilg'ilingan ifodalangan ibora. Biz yuqorida
ma'lum ish vositalarining nisbatlari haqida so'zlab o'tdik. Bir nisbat va men jazm qilaman, reallik tasdiqlaydi. Masalan, bir jumlada faloni bunda desa, bu jumladagi mazmun. Mush jumlaning mazmuni reallik uyg'un kelsa, men buni tasdiqlayman. Masalan, Muhammad tirishchan desam, ras amaliyotda Muhammadda bir odam bo'lsa, ham tirishchan bo'lsa, men buni tasdiqlayman. Bu bir jumlaning mazmuni va reallik. Men amaliy reallikni tasdiqlagan bo'laman. Ana mayadagi mushu jumlaning mazmuni, Muhammad tirishchan degan jumlaning mazmuni cho'qim men degan gapimning rostligiga dalil keltirishim sharti bilan jazmiy masala. Rast Muhammadning tirishchanligini isbotlay olsam bo'ladi. Ama men davatgan gapimning rostligiga jazm qilsam, zodi ashtav desam, men bu yerda taqlid qilgan bo'laman, agashgan bo'laman yana. Yani masalan kichik yashi 6 yoshlik bolangizning birisi la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah desa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah desa, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli degan vaqtida kichik bolangning og'zidan mush gap chiqqan vaqtda rost gap bordi. Ama kichik bolaning aqli bunun dalil keltirishga yetmaydi. O tushunib bilmaydi uning taraflarini. Ama da'vatudu. Mana bu ya dadasiga agashgan, taqlid qilgan bo'ladi, agashgan bo'ladi, ya o'qituvchisiga agashgan bo'ladi. Bu yerdanki Muhammad tirishchaning gapini amaliy isbotlab beralsam, bu jazmiyat bo'lsa, isbotlab bermay ko'nglimda shundoq deb o'ylab degan bo'lsam, dalilim bo'lmay qolib qolsa, bu taqlid bo'ladi. Endi bir narsaga mashta deb jazm qildim, ama o narsaning reallikda mavjudligi yo'q. Bu jahillik bo'ladi. Men bir ishni keskin mashta deb turib oldim. Men reallikda unda emas ekan, unda ish yo'q. Bunda bo'lib qolsa bu jahillik bo'ladi. Jahillik savodsizlikdan yomonroq bir ish. Chunki jahil realligi bo'lmagan bir masalaga ishlaydi, uni mudofaa qiladi. Ammo savodsiz odam bilmaydi, qachon bilsa kallasini o'tab ishlaydi u. Shuningga jahilga nisbatan haqning kirishi uchun avval qalbidan botilni chiqarib o'tish kerak. O qalbiga o'nishib olgan xatolikni chiqarib o'tish kerak. Bir masala jazm bo'lmagan vaqtida, bar yo'qligi barobar bo'lgan vaqtda bu ish shak bo'ladi. Ikki taqsining birisi, tarozining ikki tarafininki birisi kuchlansa zon bo'ladi. Mishada endi yuqorqi bir muncha gaplarni deb ketdik, balkim ba'zilaringlar bu qanday gap deb ketdinglar. Bir masalaga jazm qilish, reallik dalil pak bilan paksiz jazm qilish, reallikning aksiga ching turib olish yoki bilmaslik masalalaning arab tilidagi atalg'usini qanaqavatimiz, davatimiz. Yaqin, jazm, jahil, nadonlik deb. Masalan, bir masala 50 ta 50 bo'lib qolsa sizlarga tushunadigan shaklda desam, 50 ta 50 masala, bu masala menga nisbatan shak. Arabchada buni shak degan iborat bilan ifodalaymiz. Uyg'urchada bu shak deymiz endi. Ama 50 ta 50 olmay 30 ta 80 bo'lsa, 30 ta 80, ma tarafı 80, ma tarafı 30 bo'lib qolsa, men ma tarafini tutgan bo'lsam, bu arabchadagi zon bo'ladi. Bizning bir balkim ketkizib qo'ygan yerimiz emasdi. Lug'atlarda zonni gumon deb tarjima qilish, andan gumon degan so'zning bizning Uyg'ur tilininki urfida bunday bir boshqalardan gumon qilgan yoki bo'lmasa ini qo'nmagan masalalarga ishlatilishi balkim sal farqli bo'lib qolishi mumkin. Arab tilida zon degan so'z, ya'ni Uyg'urcha qomus lug'atlar qarasangiz gumon deb tarjima qilib qo'yadi. Ya'ni bu so'z 30 ta 80 ishlarga zon ishlatiladi. 50 ta 50 bo'lib qolsa, bir ishning bo'lish bo'lmasligi 50 bo'lib qolsa, buni biz shak deymiz. Zon degani 80 ta 30. Bo'lish ehtimoli 80, bo'lmaslik ehtimoli 30 bo'lib qolsa, buni biz zon deymiz. Endi bunu tushungan bo'lsangiz, oyatga qaytadan qarasak, allazina yazunnuna annahum mulaqu robbihim. Robbi bilan uchrashadiganligiga zon qilgan odamlar deydi. Biz buni bayatın ishonch qildiganlar dedik. Chunki 50 dan eshib ketdi uning nisbati. Biz bayatın 50 dan eshib ketsa, 50 ta 50 ko'p qolsa shak, 50 dan eshib ketsa zon dedik ya, arabchadagi zon. Mushunamda 50 ta 50 ko'p qolsa shaklangan bo'laman. Mushush bo'larmi, bo'lmasmi degan bo'laman. 50 dan eshib ketdi, 80% bo'lib qolsa, kallamda qanaqa qilma jazm qilma yana. Shen qilib shu ishqa
Şu boyunca qildi. Mesela ben bir ticaret qilmoqchi. Bu ticaretde payda ziyan nisbati 50'te 50 ko'rinyotdi ko'zimga. Bu ticaret qilib qolsam payda olamam desam shu payda elishim mumkin, olmasligim mumkin. Bu 50'te 50 bo'ladi. Ammo 30'da 80 nisbatilen ticaretga qadam qo'ygan bo'lsam, cho'qim 80% foydalanaman bu ishdan. Balkim 30%lik ziyonini ehtimol qilib qo'ygan bo'lsam, ishonch bilan kirgan bo'laman tijoratga. Arabchada dal mushkil ahvolni zon deb ifodalaydi. Ammo bizning lug'atlarimizda mushkil ahvolni gumon deb tarjima qilib, bu yerda bir xil qo'llashmaslik chiqadi. Shunga chiqib men tarjima qilgan vaqtda yazunnunani ishonch deb tarjima qildim. Robb bilan ushurdiganligiga ishonch qildi deyapman. Yani Allah meyada bunda bir ifade konuğunu qaranglar. Ellezine yazunnuna deb. Yani ben bayatında yazan, yani kaydı desem şu 30-80 deb tercih düşmedim ya. Beyde Allah demiş ki cezim kıl diye ibaret işletmeydi o. Arapçadaki yani ellezine teyakkanu ennehum mulaqu rabbihim. Yani cezamu deb bunda ifadelemeydi. Arap tilde teyakkanu degan gap keskin cezim qilgan degan bo'ladi. Keskin ishonch qilgan degan bo'ladi. Keskinlik var. Bu yerda cezim ifodasini ishlatmay, nimishqa ma'noga o'xshash, ishonch qilish. Bunda ishonch, cezim bilan ishonch qilishning farqi bor. Cezim 100%. Jazman, cho'qim bo'ladi bu ish degan gap. Ammo ishonch degani bizning ishonch darimizning xalqining 50'de 50'ning xalqidir. Bu ishning bo'lish nisbati yuqori. Ma'qul shaklda iborat keldi, so'z ishlatdi Alloh ma'runda. Yani Allah bu yerda yaqin degan lafzni ishlatmadi. Zan degan so'zni shuni o'rniga almashtirib ishlatdi. Nimish qadzi bu yerdan biz shunday hukmni olamizki, Allohga uchrashiman. Qiyomat kuni mendan hisob olib, meni tirildirdi deb ishonch qilsang yetarli. Yani 50'den eşip kesse sizden ishonchinglar. 50'den eşip ya Allah cho'qim meni qanday qiladi qiyomat kuni tirildirdi deb ishonch qilsanglar, bu bir odamning iymoniga yetarli bo'ladi. Ya'ni iymoniga yetarli deganimiz imanға kirishga bu yetarlik. Mush yo'lga kirishga yetarlik. To'g'ri, imonning eng yuqori tarafi zodi 100% ishonch qilish. Bu demakchi o'g'limiz mayli bir gapni xato tushunib qolmayli. Iymon u Alloh hisoblaydi uni. Ammo bir odamning dinga kirishi uchun kallasida 100% o'tmisi bo'lmaydi kallamdan deyish hojat emas. Kallasini 50% eshib kelsa, aqli odam bo'lsa, ma yo'lda mangsa bo'ladi. 100% bo'lganda tabii mangıdı. 50%'den eşip kesse kallastıkı cezmiyet. Yani işenç. Allah qo'ygan ishonch, tirilishga bo'lgan ishonch, dinga bo'lgan ishonch 50% esa kirsa bo'ladi, tamamen. Deymizki, masalan, men bir misol olamiz, Abdurrahman misoli. Masalan, bir misol keltiraylik, lillahi masalul a'la. Masalan, bir yo'lda mangdingiz, bir safar qilib, bir yo'lga mangdingiz siz. Bir odam sizdan qachongiz kelib, "Ma yo'lda o'g'ri qaroqchilik bor" deb dedi. Bu adamning gapi taxminan %70% ishonchli ekan. Mushu gap %70% ishonchli bo'lganligi bizda bir o'zgarish paydo qiladi. Ya'ni bu yo'lda mangmayman, yo qurol ap mangay, siz qurolli qo'ysangiz yoki ikki yoki boshqa odamlarni qashimda bilan ap mangay deydigan bir holatni paydo qiladi. Bu yerda siz 100% emas. Sizning o'g'ri uchab qilsangiz, qaroqchi uchab qilishingiz 100% emas. Uchab qolmasligingiz mumkin. %50, %60, %70% ehtimollik bor. Siz mushu ehtimollik bilan safaringizningki shaklini o'zgartirdingiz. Ya mangmadingiz yo'lda, yoki mangsangiz qurol olib mangdingiz, yoki qo'lga uchab mangdingiz. Bu bir misol. Endi men din yo'li sizning oldingizga keldi. Sizga din haqida so'zlayotdi, tirilish haqida so'zlayotdi. Sen tirilsa sen davatıdı. Kallangızda %50'den eşip kesse şuna ishonch bu yo'lga kirishiniz kerak siz. Ehtiyot, xuddi dunyodagi yo'llarda ehtiyot qilgandek kirishiniz kerak. Dedim, bayat bir misol oldim. Bir siz so'ng savdoga kirmoqchi, necha milliardlik zo'r so'mning savdoga. Sizga mutaxassislar ya bu savdoni qilsangiz %70% ziyon tortasiz desa, cho'qim tabiiyki qilmaysiz u savdoni. 170% paydalısız mı olsa da dese, siz iniqla onu, mengişiniz iniqamı, kılışınız iniq. Muşdan o'xshash mesele. Din sizge bayan qılınatıdı, kıyamet meselesi bayan qılınatıdı. Qarasangiz, zaten degandek ba'zi ishlar kallangizni o'tayotidı. %50'den eşip ketdimi kallangizda, muşunun o'zi din yo'liga kirib, iymon yo'liga kirib, mengishingizga yetarli bo'ladi. Nimishqa ehtiyot yuzsiz bo'lsa qiling.
Chunki bayatdan olgan misollardagi bir ishonchlik darajasidan erishib ketishi bizni ehtiyot qildirishga olib boradi. Siz ehtiyot qiling bu yerda. Ellezine yazunnun ennahum mulaqu rabbihim. Degani masala kuchli masala yana. Kuchli masala. Chunki g'aybiy masala kuchli. Mushuning o'zi Allohning manhajiga ergashishga yetadi. O'zingizni buyuk azobdan saqlab qoling siz orqali. Muharrar o'zining oxirgi hayotida aytdi: "Za'amal munajjam wattabibu kilahuma. La tuhsharul ajsad qultu ilaykuma. In sahha qawlukuma falastu bi khasirin aw sahha qawli fal khisaru alaykuma." deb munajjamlar, yani bir doktorlar da'vatudaki qiyomat kunisi adamning jasadi tirilmaydi. Men dedimki, gaping rost bo'lib qolsa, men ziyon tortmayman. Endi demak jo'g'ini musulmon bilan kofirning o'tirdiki bir munozara bu. Musulmon deydi, qiyomat kunisi inson tiriladi. Mukofot jazolanadi deydi. Kofir deydi, tirilmaydi. Mukofot jazosi yo'q deydi. Tamam. Ma kofirning gapi rost bo'lib qolsin, musulmon nimani tatidi? Bu tatadigan ziyon yo'q. Ammo musulmonning gapi rost bo'lib qolsa, kofir cho'qim ziyon tatidi. Cho'qim ziyon tatidi. Ma masala bu. Ya'ni men agar sizlarning gapingiz rost bo'lib qolsa, men ziyon tatmayman. Ammo mening gapim rost bo'lib qolsa, sizlar ziyon tatsizlar. Shuni ehtiyot qilish kerak bu yerda. Oxiratni inkor qilgan har qanday odam ziyon tatidi. Lekin ishongan odam zodi qiyomat bo'lmasin, ishonganlarimiz yolg'on bo'lib qolsin, ziyon yo'q bizga. Ma'tarafi kuchli. Ma aniq masala. İnşallah bizning ishonchimiz inshaalloh 100%, iymonimiz inshaalloh 100%. Ammo bo'pti, mushu biz dinni inkor qiluvchilarning qishig'i berib turib, shuning davosiga berib turib munozara qilaylik. Ashulning gapi yol rasob qolgan taqdirdimi bizga ziyon yo'q. Nima ziyon tatimiz biz qiyomat kunisi? Ammo bizning gapimiz rasob qolsa, uning hammasi ziyon tatadi. Masala bu. Ya'ni inson cho'qim Allohga uçuşga ehtiyot qilish kerak. Uchrab qolamanmi deydigan bir qo'rqinch bo'lish kerak o insonda. Ba'zi bir hashrning bog'lig'ini e'tirof qilib, buning uchun xizmat qilish kerak. Allah subhanahu va taolo deydi: "Ellezina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim va annahum ilayhi raji'un." Ya'ni ular shu Alloh tarafiga qaytadi deydi. Qaytadiganligiga jazm qiladi deydi. Ya'ni Alloh tarafiga qaytib jazm ish. Chunki inson o'zaqil o'yinib baqsa bo'ladi. Madem sen dunyoga Alloh tarafidan yaratilib kelding, bila shaksiz Alloh tarafiga qaytsa, bu kun cho'qim cho'ng ehtiyot qilish tegishli kun. Kutishga tegishli kun, cho'ng buyuk kun u. Alloh subhanahu va taolo bu kunni tasvirlab davatidi. Ya ayyuhan nas, ittaqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ma qiyomat kunisi yomon buyuk kun ma'vo. Ma qiyomatninki tarvinishlari yomon buyuk kun bu. Sizlar bu kunda har murdianing deydi. Har imit kuchining o'zi imitayotgan narsasidan g'ofilga. Demak, odam insonning ichida ona bolaga eng kuyimchan maxluq. Insonning ichida onaga bolasi suyimli bo'lgandek, muhim bo'lgandek bir narsa muhim bo'lmas. Ammo qiyomatda shuni unutmaydi deydi. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Har qandaq bir homildor inson bo'lsa, yoki har qandaq bir bo'g'az hayvon qo'squdikini tug'utudi qo'qonishni deydi. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Saulani mast ko'rsa, amrati mas emas. Qiyomatni qo'yib turaylik. Dunyoda shunday yatarab qolsa bo'ldi, nima qilishimizni topolmay qolamiz. Cho'ng yatarab suqotir ish va azroq bir uyning pardalari shunday dirab qolsin, ishqi bir yerga berib to'xtaydi endi. Tushunsak bo'ladi qolganini. Qo'rqishimiz kerak bu ahvolni. Alloh askartib bizni bundan. Shun deymizki, ko'nglingda 100% ishonch qilamsan, uni ehtiyot qil, bu yo'lga kir, ziyon tortmaysa. Ammo aksi bo'lib qolsa, sen dadatan sen bo'lib qolasan. Endi bir oyatda yana shu qiyomatni tasvirlab deyotdi. Sura Muzammilning 17-oyati, 17-oyati. Fa kayfa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Qiyomat kunisi kichik bolalarni qiyritib etadi deydi. Mavqana ifodamda bu favqul adda xatarning tuyg'usi. Favqul adda qo'rqinchning ifodasi bu. Ya'ni qiyomat kunisi bizning ahvolimiz bunday shildi olib qolsa, bir zan, yani bir kallimizda 50%'nin eşip ketken bir işe işenç qilish Allah'ın yolunu tutuşqa nima ish qilyapmisin? Mana o'zi yetadi aslında shu yo'lni tutishqa.
Dunyoviy, ya'ni qiyomatning qo'rqinchisiga nisbatan hech nimaga teng emas. Dunyoviy kichik hodisalar uchun shuncha ehtiyotlarni qilyapmiz. Voy, bundoq ishlish ehtimoli va bundoq qildi. Anda bo'lish ehtimoli va anda qilib ehtiyotlarni qilyapmiz dunyoda. Nimishqa qiyomat kuni uchun ehtiyot qilmaymiz? Shuncha qo'rqinchli xabar kelyapti Qur'onda. Qiyomatning ahvolini buyuk tasvirlar bor. Yani bu yerdagi Allohga uchrashib qolamizmi degan zon, shunda bir kalbimizdagi ishonch, mushtabib qolamiz degandagi ishonch bizning qiyomat uchun ming hisob qilishimizga yetarlilik asli. Shu yerda keltirgan ibora shu. 50% eshitdimi? Cho'qim sen diqqat qilishing kerak, ehtiyot qilishing kerak. Bugungi dersimiz shuni bilan oxirlashdi. İnşallah dersimizning oxirisini kelasi soatda davomlashtiramiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.